Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ko'pchilik meni dasturchi sifatida taniydi. Men dasturchiman, lekin hozirgi kunlarda marketing sohasida ham o'zimni qisqa sinab ko'rishni ma'qul ko'ryapman. Xo'p, marketing bo'yicha nima ish qilyapmiz? Bilasizlar, bizda Phoenix.uz loyihasi bor. Mana shu Phoenix.uz loyihasini marketing ishini o'zim qilmoqchiman. 30 kun davomida har kuni sizlar bilan nima ish qilayotganligimni ulashib boraman. Hozir bizda reja qanaqa? Phoenix.uzda hozirgi kunda 1 million foydalanuvchisi bor. Biz uni keyingi 30 kunda 100 millionta foydalanuvchiga olib chiqmoqchimiz va minimalniy xarajat qilgan holatda 100 milliondaga olib chiqish. Bu katta reja. Sizlar bilan ulashib boraman. Har kuni nima bosqichlarni amalga oshiryapman va qancha xarajat qilyapman. Oxirida ko'ramiz, necha pul xarajat qildim. 100 millionta foydalanuvchiga chiqquncha. Ishni nimadan boshladim? Ertalab sahar turib ishxonaga borishdan boshladim. Saharda baraka bor deydi-ku. Kunduzi 40 minutda boradigan masofamga sahar tursam 10 minutda yetib boraman. Eson-omon ishxonamga ham kelib oldim. Keyingi videoda qilingan xarajatlarni aytib o'taman. Bugun o'zi ancha xarajatlarni o'ylab qo'yganman, qilganman. O'shalarning hammasini birma-bir aytib o'taman. Bizni kuzatib borishni unutmang. Like bosing, qo'llab-quvvatlang.